Assalomu alaykum. Darslarimizni davom ettiramiz. Xudo xolasa bugun hostname komandasini argumentlari bilan ko'rib chiqamiz. Xo'sh. Hostname o'zi nima? Hostname host nomi, o'zbekcha shunday tarjima qilganda host nomi. Bu tarmoqqa ulangan kompyuterga berilgan nom, ya'ni o'sha kompyuterga berilgan nom ismi uni. U tarmoq orqali noyob identifikatsiya qilinadi va shu bilan birga unga IP manzilidan foydalanmasdan kirish imkoniyatini beradi. Ya'ni mana bu yerda aytilgan batafsilroq shu nima deganini. Biror saytga kirganingizda deyilyapti. O'sha saytning URL manzili brauzerga kiritasiz, ya'ni domain nomi kiritganimiz bo'ladi-ku, o'sha bilan bir xil. Xuddi o'shanaqa. Ya'ni host nomi o'sha bizni biror bir saytga, masalan, google.com yoki kun.uz deb kiramiz. O'shanga o'xshash dotda. Ushbu URL sizga osongina tushunadigan oddiy so'zlardan tashkil topgan bo'ladi. Masalan, mybigdata nuqta qolib ketib. Bu mybigdata.uz. Shunchaki anaqasi, mana kunni o'zi, ya'ni domainsiz. Masalan, mybigdata.uz. Backend qismida DNS server ushbu nomni serverning IP manzili bilan bog'laydi. Ya'ni sayt olib ishlatganlar biladi. Birinchi o'rinda o'sha sayt olganingizda o'sha saytda IP adresi beriladi, undan keyin domain sotib olib, uni o'sha IP ga ulanadi. Ya'ni IP ni eslab qolmaslik uchun, ya'ni eslab qolishga majbur bo'lmaslik uchun, shu saytga kirish osonroq qilish uchun shulardan foydalaniladi. Bu biz uchun ancha qulay, chunki IP manzillarini eslab qolish juda qiyin va buni deyarli hech kim qila olmaydi. Host nomi xuddi shu tarzda ishlaydi, faqat lokal tarmoqda. Mana endi asosiy mazmuni shu yerda. Host nomi xuddi shu tarzda ishlaydi, ya'ni biz biror bir saytga kiramiz, o'sha IP adresini o'rniga kun.uz deb kiramiz. Mana hozir ko'rsataman, misol uchun ping kun.uz ping qiladigan bo'lsak, bizga mana IP adresini chiqarib beradi. Shu IP adresiga kiradigan bo'lsak biz mana kun.uzga kirib ketdi avtomatik tarzda. Men shunda IP adresini yozyapman va avtomatik tarzda kun.uzga kirib ketdi. Misol uchun ping najot ta'lim menimcha buniki boshqacha. Mana buniki o'ziga ulanmagan. Daryoniki bor yoki Google'niki bor. google.com. Mana Google'niki doimiy tarzda o'zgarib turadi. Sizlarda boshqacha bo'lishi mumkin. Ya'ni bu narsaga qiziqib o'tirmanglar, bular sizlarga hozir kerak narsa. Mana Google kirib ketdi. Misol uchun yana aliexpress.com. Xullas shunaqa. Shu IP ni o'rniga ishlatiladi. Ishlatadigan biz domainlarimiz xullas ishlatadigan domainlarimiz o'rniga hostname orqali kirsak bo'ladi. Bu o'zi hostname ni lokal tarmoqda ishlaydi degani nima? Misol uchun service 2 status. Xo'p, buni ishlab turibdi. Biz 27.0.0.1 qilganimizda bizani lokal tarmog'imizning IP adresi shu, hostimizning IP adresi shu. Endi biz bunga qanaqa qilib, misol uchun xuddi bu yerda aytilganidek ishlatishimiz mumkin. Ya'ni shunaqa IP orqali emas, bunaqa mybigdata.uz yoki o'sha host nomi bilan ishlatishimiz mumkin. O'shani hozir ko'rib chiqamiz. Kompyuterni oldin bu yoqni o'qib olaylik. Biror saytga kirganing, xo'p, buni o'qidik. Lokal tarmoqda. Kompyuteringizga host nomi berganingizda bu sizni tushunadigan va tarmoqdagi ushbu kompyuterni aniqlash uchun osonroq yozishingiz mumkin bo'lgan
Oddiy so'z, hozir aytganimdek, o'sha oddiy bitta so'z. Xuddi URL domen kabi odatda tizimni xostnomi o'rnatish jarayonida o'rnatiladi. Ya'ni biza o'sha Linux o'rnatayotganimizda host nomini kirit deydi. O'sha host name'ni kirit degan joyda o'zimiz avtomatik berib ketamiz. Ko'pchilik host nomini o'zini user name bilan bir xil qilib ketadi odatda. Ya'ni bu o'tgan darsimizda host name'ni o'zgartirishda ko'rsatdim. Mana bu big data degan narsa bizning host name'imiz. Misol uchun mana bu yerda yuzeyda ko'rsatib turibdi. Hop. Host name tizimcha sizga kerak emas hozir. Host name deb yozadigan bo'lsak, bizda mana big data bu bunga e'tibor qilmaylik. Men anaqa qilib qo'ygan edim, boya bir o'sha ko'rib chiqishda. Aslida o'zi bu big data. Ikkalasi bir xil bo'ladi. Host name qilganda men buni o'zim o'zgartirib qo'yganman. Hali bu yog'i bilan o'zgaradigan qilib qo'ymagan edim. Lekin ikkalasi bitta narsa, bir xil narsa. Xo'p, host name da mana shu narsani olib buni yozib, enterni bosib, backslash bilan qilgan bo'lsak, mana xuddi URL sifatida kirdik. Mana o'sha 127.0.0.1 o'rnida shu userni ana host name'im orqali kiryapti. Ya'ni shunaqa qilsak bo'ladi. Bu degani lokal tarmoqda ishlaydi degani shu. Demak, host name'ni URL deb tushunsak bo'ladi. Faqat u URL bizani lokal tarmog'imizdagi URL desak bo'ladi. Host nomi deyapti. Alfanumerik belgilar, alfanumerik degani o'sha A dan Z gacha, ingliz alifbosida va 0 dan 9 gacha belgilar, nuqta va tireni o'z ichiga oladi. Agar tizim web yoki pochta serveriga ulangan bo'lsa, tizimni nomi sifatida to'liq ko'rsatilgan kompyuter nomi. Ya'ni buni qo'shdan nomini ichiga olib qo'ysam bo'lar ekan. Bu bitta so'z. Mana buni o'zbekcha tarjimasi. Nomi sifatida FQDN. Xo'p. To'liq ko'rsatilgan kompyuter nomi. Ya'ni buni mana fully qualified domain name foydalanish tavsiya etiladi deyapti. Xuddi shuni. Ya'ni bu nimaligini ko'ramiz. Xo'p, kompaniyaning host nomi, ya'ni host nomini hozir ko'rsatganim host name bo'lsa, Linux o'z domeniga ega bo'lgan kompyuterning FQDN'si host 1.linux.uz bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? Kun uzni o'sha FQDN FQDN deb qo'ya qo'ydik, qiynalib ketdi odam. O'sha FQDN'si, xo'p, mana bu yerda host name degan qismda turibdi. Boya IP yoki deyilganida xo'p, qayerda edi? IP manzillar foydalanmasdan kirish imkonini beradi. Qolish juda qiyin. Adashib ketdimmi? Xullas, bu yerda IP adres bo'lishi mumkin yoki o'sha host name bo'lishi mumkin. Bu yerda bizda host name sifatida o'sha men buni ko'rsatdi asosan. Mana buni ko'rsatdi. Ya'ni bu yerda birinchisi host name o'rnida IP ham bo'lishi mumkin. Bu keyin static IP etc uz. Bu o'zini o'sha ulangan anaqasi. Xo'p. Ahostga mana ahostga service, ya'ni service ahost.uz. Buni FQDN. Xo'p, bu yerda yana Google'niki mana bu LG dan F4 gacha. Bu yog'i o'sha qaysidir sayt. Bu mana Facebook'ga A-Star Mini SH V02 LGH3 facebook.com. Mana shu yerda ahost bilan shu Facebookda chiroyli ko'rsatilgan. Ya'ni bu asosiy sayt o'zi. Odatda ko'p holda mana shunaqa bo'ladi. Bu yog'i sayt bo'ladi. Bu yoqda saytdagi o'sha Linux tizimni host name bo'ladi. Bularni to'liq ko'rsatilganda, buni umuman o'sha host name va saytni nomi bilan domeni ko'rsatilganda, bularni biriktirma nomi
fully qualified domain name deyiladi, ya'ni to'liq ko'rsatilgan kompyuter nomi. Hop, hostname. Agar siz hostname buyrug'ini hech qanday parametrsiz ishlatsangiz, u Linux tizimingizning joriy host nomi va domain nomini ko'rsatadi. Hostname deganda menda buni ko'rsatyapti. Endi a argumenti alias degani, alias qisqartmasi. Alias bu hostnamening sinonimi hisoblanadi. Hostna aliaslarini ko'rsatadi. Hostna aliaslari menda hostname chiziqcha a qiladigan bo'lsam big data ko'rsatdi. Bu boshqa narsa, umuman bu boshqa narsa. Ya'ni buni hozir men ko'rsaman. Uni qanaqa qilib qo'shiladi? Hop, ket qilmaylik, nano qilamiz. Host fayllari, o'sha o'zgartirilgan konfiguratsiya fayllari etc host ichida bo'ladi. Shuning ichiga kiradigan bo'lsak, mana IP adres 192.0.0.1 localhost bu, ya'ni mana shunday tushunib olsak bo'ladi. Mana shu IP larga shular berilgan. Localhost deb kirsam ham hozir menga localhost ga kirib ketadi. Localhost. Mana localhost ga kirdi. Big data desam, big data ga kirar ekan, qani. Big data. Mana big data degan kiryapti. Big data Linux us va big data. Mana bu uni aliasi. Xo'p. Bunga kirsam, mana bunga kirsam ham xuddi shu narsaga kiryapti. Endi qaranglar, bu yerda bittasi ko'rsataman. 127.0.0.1 va google.com saqlanib qilib google.com qiladigan bo'lsam, o'sha anaqani to'g'ri menga yo'naltirib yuryapti. Ko'rdinglarmi? Ya'ni bu aliaslari hosts. Misol uchun, ya'ni alias degani nima desam ekan? Unga qo'shimcha berilgan shu nomlarida. Misol uchun mana bunaqa yozib tashlaymiz. Kopirovat qilib olaman. Saqlanib qilamiz va mana hammasi shunga ulanyapti. Misol uchun biz 27 deb 127.0.0.1 deb bundan tagiga qo'shib ketaversa ham bo'lardi, lekin unaqa qilmasdan big data shu mana shu o'zimizni buni bitta bizani server anaqamiz deydigan bo'lsak, serverimizni hostlari deydigan bo'lsak, o'shanda unga mana shu narsalarni bitta anaqaga ulab ketilgan. Hostlar ulab ketilgan. Xo'p, endi qaranglar. Xo'sh. Hostname a qiladigan bo'lsa, menda unga ulangan ikkita aliasni ko'rsatyapti. Ya'ni unga ulangan ikkita aliasi. Xo'p, endigisi katta A all FQDNS lari. Undayam big datasi ko'rsatyapti. Ya'ni bu yerda barcha long uzun hostname lari FQDN deyapti. FQDNS lari ham big datasi bo'lib turibdi. Xo'p, boot keraksiz narsa sizlarga umuman tushunishingizga hojat yo'q bu narsa. Boot bilan mana bu kelasini shuni keyin yana qaysi edi? Xo'p, mana shuni o'zi. Ya'ni bu short ham, bu ham misol short shunchaki qisqa, ikkalasi bir xil. Buni hozir keyin oxirroqda bir ko'rsatib o'taman. Xo'p, domain hostname chiziqcha domain bu Linux us. Ya'ni endi ket qilamiz. Bu avtomatik tarzda bizani mana shu uzun va shu bir-biriga ulangan so'zni domaini qaysiligini ko'rsatib beryapti. Mana shu joyini o'zini alohida olib. Bu yoqni tozalaymiz. Hozir kerak emas. Ana endi mana F ko'ramiz. Host F bu read host name or next domain name from given file deyapti. Ya'ni bu nima degani? Bu bizga biror bir faylning ichidagi o'sha host
ichidagi so'zni hostga o'tkazishga yordam beradi. Ya'ni misol uchun sudo hostname yozamiz, chiziqcha f qilib o'sha faylni yozadigan bo'lsak, o'sha faylning ichidagi yozuvni bizga o'tkazib beradi. Menda hozir mana s degan faylim bor. O'sha fayl ichida k degan yozuv bor. O'sha k ni hostname ga o'zgartirmoqchiman. Sudo hostname s qiladigan bo'lsam va hostname deb yozadigan bo'lsam, sudo hostname s qilib qo'ymanmi. Shu narsa ham bor. Sudo hostname yozib, biror bir nom yozadigan bo'lsak, o'shanga o'zgarib qoladi. F qilib yozadigan bo'lsam, mana endi yozsam, mana faylni o'qidi, o'sha s. Agar bunaqa yozadigan bo'lganda, no such file or directory deb menga error chiqarib beradi. Endi bu yerda o'zi asosan location beriladi. Buni asosiy hostname asosiy location fayli etc hostname ichida bo'ladi. O'sha hostname ni o'zgartirish kechagi mavzuyimizda ko'rsatganim. Ya'ni o'shani o'zgartirganimizda bu ham o'zgaradi. Faqat o'chirib yoqishim kerak kompyuterni. Agar o'chirib yoqqanimdan keyin hostname hozir big data bo'lib turgan bo'lsa, kompyuterim o'chirib yoqqanimdan keyin shu big data yozuvi big datasiga o'zgarib qoladi. Xo'sh, IP adreslar, address for the host name dotdi. Bu nima degani? Xo'sh, host name ya'ni hostnamega berilgan o'sha lokal tarmog'idagi IP-lar shunga berilgan. Ya'ni faqat host nomidagi IP adreslari, kattasi bo'lsa umumiy hostga berilgan lokal bo'lmaganmish. O'sha lokal hostga berilmagan IP. Misol uchun host name chiziqcha ayqalgan bo'lsa, bizga o'sha o'zimizning lokal IP'imizni beradi. Va bunga mana 192.168.0.1 deb yozilgan bo'lsa ham xuddi o'sha narsaga kiradi. Xo'p. S bu shunchaki qisqa nomini chiqarib berish uchun, agar uzun yozuv bo'lsa, o'sha bu narsalar sizlarga kerak emas umuman. Va Y ham xuddi shu narsa. Hostname local name not set dotdi. Ya'ni local domain name hali set qilinmagan. Adashmasam bu sudo host name set. Yo'q. Bu boshqa narsa. Buni praktika o'sha tarmoqlar mavzusi o'sha praktika bo'lganda bir ko'rib chiqib tushuntirishga harakat qilaman. Yo'q, o'sha mavzuni o'tsam o'tmasligim mumkin. Aniq emas. Ya'ni bu sizlarga umuman kerak emas. Hozirga o'sha boshlang'ich o'rganayotganinglarga sizlarga aloqasi yo'q va buni men shu necha yildan beri Linux ishlatgan bo'lsam, hali biror marta bu argumentdan foydalanganim yo'q. Xo'p, bugungi mavzular shular. Xudo xolasa keyingi darsda keyingi mavzuyimizni ko'rib chiqamiz va bu keyingi mavzuyimiz men sizlarga men bilan ko'rsatishim kerak edi. Buni o'chirib tashlaymiz. Sizlarga ko'rsataman-ku. Esdan chiqib ketibdi. Xo'p, sizga mashinani barcha FQJ'larni ko'rish imkonini beradi deyilgan. Ya'ni bu yerda batafsilroq tushuntirganda o'sha rasmlar bilan o'sha esdan chiqib, shundoq tushunishga oson bo'ladi. Xo'p, hostname chiziqcha big data Linux uz bu meniki, kompyuterimniki. Bu HTTP Akademiyaniki. HTTP Akademiyada ko'rsak, mana uni host nomi, mana kelasi bir xil o'sha host nomi va httpcloud.com. Buni o'sha FQJ'ni full qualified domain nomi
mana shunaqa ekan. Bu Linux Zooniki, o'sha Kali 2024 shunaqaniki hostname berilgan. Uni host 129 va Linux Zoo. parametri host nomiga tegishli bo'lgan IP adreslarni ko'rsatadi. U 127.0.0.1 katta bo'lsa, parametr bo'lsa, barcha sozlangan tarmoq interfeyslar va hostingning barcha tarmoq manzillarini ko'rsatadi. Menda o'sha lokal hostning IP adresi. HTTP Akademiyada mana unga ulangan o'sha bir nechta anaqalar, IP adreslar. Va buni mana bu yoqqa o'tib terminal ichida nano etc hosts sudo bilan so'ragan bo'lsak, hop, HTTP cloud bu yoqda yo'q. Hostname ichida bo'lmaydi. Shunga ulangan mana bu yoqda hostname chiziqcha ayqiladigan bo'lsak, unga ulangan IP adreslari. Bunisi 10, mana bunisi o'zini virtual mashinam VPN IP adresi ekan. If config qiladigan bo'lsak, tune 0 mana shu IP adreslar. Va buniki Ethernet, buniki xo'sh. Qani, hozir bitta narsa qilib ko'raman. Hop, ikkita ulandi. Mana e'tibor bersanglar, ikkita interfays NP3 S0 va VLP4. Xo'sh, endi hostname chiziqcha I qiladigan bo'lsak, mana o'sha ikkita tarmoqdagi mendagi ikkita lokal IP 192.168.0.1 boyagi va bu hozir qo'shilgan 104. Va bunga kiradigan bo'lsak, bunda ham xuddi o'sha narsani ko'rsatib turibdi. Mana endi o'sha u nima va bu nimaligini tushundinglar degan umiddaman. Bu o'sha 127.0.0.1 o'sha o'zini host IP, host nomiga berilgan IP. Xo'sh, Linux Zoon'ikini ko'rmagan ekanmiz. Bu Zoon'ikini ko'rish ham shart emas, menimcha. Bir ko'rib chiqamiz. Hali yonmabdi. Mana yondi endi. Root Kali. If config qilamiz. If configda ikkita ekan va bir hozir bizga faqat buni ko'rsatadi. Kichkina ayda buni ko'rsatadi, katta ayda buni ko'rsatadi. Demak, buni ko'rganimizdan hojat yo'q. Bu yerda mana o'sha bunga kattalashtiradigan bo'lsak, nechta interfeys ekan? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta interfeys va bu yerda bitta, ikkita, uchta, to'rtta interfeys. Bunisi IPv6. Bu 4 bo'lsa IPv6 bu. Bu ham hozir mana shu qaysi birinikidir. DBIF2. O'zi shumi ekan. Odatda shunaqa bo'lardi, lekin IPv6 ga ham o'xshatmadim. IPv6 ham bunaqa bo'lardi, mana. Mana. 4ta bo'lardi. Bu sal boshqacharoq ekan.
Xullas, nimadir ham bu ham. Mana shu unga ulangan tarmoqlarni mana hozir men o'zimga bitta tarmoq ulagandim. Bu yoq ko'rsatyapti menda ham. Bu ham bunga ulangan o'sha tarmoqlarni IP adreslarini ko'rsatyapti. Xo'p, ping jo'natib ko'ramiz. Ping kelyapti. Menimcha kirmasa kerak. Kirdi, lekin method not allowed deyapti. Xo'sh. ismli internet tarmog'ining IP'si. Voy. Boshqalarga. Mana bunisi bu ham ismli internetga. Menimcha hammasiniki shunaqa error response bersa kerak. Xullas shunaqa. Tinchgina chiqib ketamiz. Xo'p, bugungi o'tadigan mavzularimiz shular. Xudo xolasa, keyingi darsda ko'radigan mavzuyimiz uname, print operating system name. Shu haqida va buni argumentlari haqida gaplashamiz. Argumentlarini ko'raylikchi. Mana bizda all kernel nomlari, node namelari, kernel release, kernel version, machine, process, hardware platform, operating system, help version. Xullas, keyingi darsda shularni ko'rib chiqamiz. Bugungacha yetadi. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.